2018-yil avtomat korobka zo'r holatda Gentra chiqib qoldi. Qarang. Buni tayyor krediti bor. Oylik to'lovini mayli boshidan aytaman. 2 million 100 ming so'm ekan oylik to'lov. Qarang, surogini aytaman, vashi oz qolgan. 50 million bilan yopilib ketadi. Qarang, mashinani kapoti bilan qanotda yengil petnolari bor ekan. 4 yumshoq yangi baloni bor. Avtomat korobka 1 euro 2018. Polni shumka. To'ralashga shumka ekan, polni. Polni shumka ekan. 90 tali temir metani. Zapaskalari bo'lsa kerak, endi hozir ko'ramiz. 100 tali metani zapaskasi o'rnida. Holati yaxshi. Mash bagajda ham yengil petnosi bor ekan. Kelishsalar uni ham ustiga tekshirib olasizlar. Xo'p, 1.5 motori, gidravlik ABS, konditsioner, ikkinchi paklena gazi, Jizzax akkumulyatori. Konditsioner ishlab turibdi mashinani. 2018 1 euro avtomat, pulti hamma yo'g'i bor. Narxi 267 ming yurgan, 5000 dollar deyilyapti, bankdan 50 million krediti bor. Xolasalang yo'q boringlar, xolasalang 2 million 100 ming so'mdan to'lab yuringlar. Vashcha zo'r holatda. Like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin.